Navruz kuni yer sharining qutblarida ajoyib hodisa sodir bo'ladi. Ekvatorda joylashgan nuqtalar uchun Quyosh kunni yarmida 90 gradus balandlikka ko'tariladi. Soyalar deyarli yo'q bo'ladi, soya ham bo'lmaydi. Butun dunyoda qutblardan tashqari tun va kunning davomiyligi teng bo'ladi 12 soatdan. Shimoliy va janubiy qutblarda esa ajoyib hodisa bo'ladi. Quyosh gorizontdan yarmigacha ko'tariladi xolos. Undan ko'p ko'tarilmaydi. Shu yarmigacha ko'tarilgan holda chapdan o'ngga gorizont bo'ylab to'liq atrofimizni aylanadi. Janubda esa xuddi shunday Quyosh gorizontdan yarmigacha ko'tarilib, diskini yarmi ko'rinadi va o'ngdan chapga harakat qilib atrofimizni aylanadi. Bu hodisa faqat bahorgi teng kunlik va yana kuzgi teng kunlik bor. 22-sentyabr kuni yana qaytadan takrorlanadi. Endi bugundan boshlab shimoliy yarim sharda kunni uzunligi uzayib, tun qisqarishni boshlaydi. Janubiy yarim sharda esa teskari. Bularda kunlar qisqarib, tunlar uzayishni boshlaydi. Janubiy yarim shar kuz faslida asta-sekin qishga qarab ketishyapti. Do'stlar, istasangiz shu holatni to'liqroq ko'rib chiqamiz. Obuna bo'lib bizga qo'shiling do'stlar. Yangi juda ham zo'r videolar tayyorlayapman. Sizga albatta yoqadi deb o'ylayman do'stim.